O'zingiz 45 yoshdasiz, lekin xuddi 25 yoshdagiday yuzingiz tiniq toza bo'lishini xohlaysizmi? Unda ichib bo'lganingizdan keyin qahvangizni tagini yuvib tashlamang. Bitta idishchaga to'kasiz. Ozgina qatiq, bir qoshiqcha qatiqni to'king. Qahvani tagini ko'plab yuvib tashlang, lekin turklar aslo shu maska bo'lishini bilan, qimmatbaho maska bo'lishini, original zaytun yog'ingiz bo'lsa, zaytun yog'idan qo'ying. Boshqa yog'ini ishlatmang. 3-5 tomchi yaxshilab aralashtiring. Eng qimmatbaho maskamizni yuzimizga suramiz. 15 minutdan keyin yuvib tashlaymiz. Maskamiz tayyor. Endi toza yuzga surib chiqamiz. Bitta paxta yordamidami, farqi yo'q. Nima bilan sursangiz ham. Qatiqning xususiyatlarini bilasiz. Yuzni oqartiradi, tiniqlashtiradi. Qahvani turam-turamlari bilan endi shunday qilib masajlang yuzingizni. Yetadi, 15 minut turdi. Endi borib yuvib kelamiz. Yuzim yumshoqqina bo'ldi. Qizlar, endi namlantiruvchi kremingizni sepib qo'ysangiz bo'ladi. Nima bo'lsa ham farqi yo'q. O'zingiz ishlatayotgan oddiy. Endi shu bor edi. Bu foydali bilgini hammaga yuborib qo'yishni unutmang.